Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus tarafidan yozilgan Yigit degan shundoq bo'lsa degan dunyoviy mashhur asarni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Ibrohim bilan Muhitning dadasining paranglashganligi, Ibrohimning Muhitning dadasini xotirjam bo'lishga undigan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Xotirjam bo'ling deyatamsiz. Bu gapni aytmoq nim degan oson ha. Yosh bolalar hozir buvayning xotirjamlikka naqadar tashna ishkanligini biladimi? Ular buni tushunib yetalamdi. Ularning bola chaqalari yo'q. Ehtiyotchanlik bilan qadam-qadam mingib kelgan uzun o'tmishi yo'q. Ular qiyralarga o'xshash minut-sekundlar bilan hisoblashmaydi. Chunki ularning bola chaqalarimga obdan sharoit yaratib beray. Ölüp tartib qalsammu xotirjam ko'zim yumulsun deydigan qisqagina ömrü qalgan emas. Bovay o'lturgan yerida qaddini ruslab, radioda qiraat qilayotgan Qur'on Karimning so'rlariga quloq soldi. Uy jimjit bo'lib, qiraat anglanib turadi. Ibrohim bilan Muhit bir-biriga qarashib oldi. Bovay yutilib qo'ydi. Tuyuqsizdan Bovay Ibrohimga qaradi. Xuddi uzundan buyon ichida saqlab yurgan achchig'ini chiqarib olmoqchi bo'lgandek so'zlab ketdi. "Aytinglarchu, sizlar zodi nima qilmoqchi bo'lyapsizlar? Butun davlatda sizlarga yoqqudek, sizlar agashgudek bir odam yo'q ekan. Sizlar nihosni, nahroshni yoqtirmasanglar, podshohni yoqtirmasanglar, sizlarga zodi kim kerak? Bu davlatni kim boshqursin deysizlar? Siz menga bu odamlarning hammasi yormaydi demoqchi. Bo'pti. Buningga men qo'shilay. Undaqda o'rniga kim bo'ladi? Sizlar bunda qilaversanglar, butun davlatni ma'lumotdan qilib etisizlar. Bu nima uchun? Sizlar sal tinchlanib o'zinglarga yoqqudek odam tepib olguncha o'pganlarni besilib turolmamsizlar? İbrahim bovayning bundaq açıqlab ketishini xiyoliga keltirmagan edi. U burilib, bovay bilan zodi qandoq so'zlasam bo'ladi degandek Muhitga qaradi. U eg'iz ochay deb turishiga bovay yana ko'z qarashini sharhiylab ketdi. 1919-yildagi inqilob vaqtida Zug'lul degan rahbar bor edi. Butun mamlakat unga agishatdi. Hammalar nima qilishni biladi. Zug'lul suhbat o'tkazib mustaqillikni qo'lga keltirgan edi. Hozirchu uning o'rnini kim bosa oladi? Kim Angliyaliklar bilan suhbat o'tkaza oladi? Yoki ular bilan jang qila oladi? Buvay bu gaplar sangmi tegishlik degandek o'g'lig'iga qarab qo'ydi. Rostini aytganda, buvay bu so'zlarni maqsadli holda o'g'lim do'stining gapiga kirib ketmasin deb qilyotdi. Buvay boshdan oyoq tahdid ohangida so'zladi. İbrahim buvay bilan gap talashishni xohlamadi. Chunki u buvayga "Men hech kimga agashmayapman, balki bir prinsip bo'yicha ish ko'ryapman. Men Misrga hukmronlik qilgan odam emas. Balki Misr uchun erkinlik, barobarlik, farovonlik izlayapman" debla javob bersa bo'ladi. Ammo undaq demadi. Buningga balki uningdagi har xil fikrlarni anglay oladigan, hargiz xafa bo'lmaydigan xarakter sabab bo'lgandi. Yoki buvayga bo'lgan hurmat munozirlashishga yo'l qo'ymagandu. Va yoki ahli uningga hozirgi sharoitda har qanday siyosiy munozirlarni qilishga bo'lmaydiganligini eskartgandi. İbrahim gapni qasdan boshqa yoqqa burdi. Siz 1919-yildagi qo'zg'olonga qatnashganmidingiz? Buvay bu gapdan g'iqqita bo'lib, bir nuqtaga tikilib o'yg'ib jimmitda o'ltirib qoldi. Bir ozdan keyin uning lavlarida tabassum paydo bo'ldi. Uningga butun mamlakat qatnashgan. U chaqda men 15 yosh edim. Zug'lulning so'zlarini bevosita anglamagan.
namoyishlarig'imi qatnashmag'aydim. Biroq uning nutqlarini yodqa so'zlab beralaydim. Rahmatlik dadam doim menga Zug'lulning nutqlarini yodlatqizib anglaytdi. İbrahim xayrixohlik bilan kulib qo'ydi. U 15 yoshlik bolaning butun niyati bilan Zug'lulga intilayotganligini, talpinayotganligini ko'rgandek bo'ldi. U inqilobga butun mamlakatdagi hamma birlikda kuch chiqarg'aydi, dedi buvay yana. Uyga Muhitning opasi kirib keldi. Uning chiroyidagi samimiy tabassum, hayotlik va tinchlik xabarini yetkazgandek, 3 er kishi birdanla ruhlanib ketdi. Buvay kulimsiradi. Muhit xuddi o'zining yuragini opasiga topshirdigandek, ko'zoynak ostidan g'amkin ko'zlarini uningga tikdi. Shu topda uning turqi ba'ayni opasining qo'g'dab astishiga tashna bo'lib, qanoti ostiga kirib olmoqchi bo'lgan qush bolasiga o'xshaydi. İbrahim xuddi o'z e'tiqodini azaldan gumonlanmagan, o'ziga hayot baxish etgan e'tiqodini ko'rgandek o'rnidan turib ketdi. Bu e'tiqod uning onasiga bo'lgan e'tiqodi edi. Ana zodila tinim topmaydi. Undaq bo'lmasa hayot to'xtab qoldigandek bo'ldi. Hey, iftorga zambarak atadiganға qanchalik vaqt qoldi? dedi momay aldirab. Andin İbrahimga qaradi va uning murisini qiqib turib, gapini davomlashtirdi. Balam, o'ltiring balam. Xudoyim sizni o'z panohida saqlag'ay, dedi. Muhit opasining javob kutmaydiganligini bilsimu, soatga qarab qo'yib javob berdi. 5 minut qopti. Apsi Muhitni javob berganligi uchun ayıplagandek. Shundoqmi? Amsa dadangning jaynimizni silib qo'y. Hammanglar oz-to'la ish qilinglar. Bugun 2 qizim ish qilib bahirib ketdi, dedi. Andin buvayga qarab talaffuzni o'zgartmay qo'shib qo'ydi. O'qib qo'ysizlar dadisi. Saniya qaytib kelganda ish haqini 1 riyal o'stirman. Amdi bildimki, u butun uyning eg'irchiligini ko'tarib kelayotgan ekan. Xuddi saniya kelsa, oiladagi g'am qayg'u biroqla ko'tarilib ketadigandak, buvaymi uf tortib qo'ydi. Shundoq bo'lsin, dedi. Muhit o'rindiqning yon yo'lanchigiga dassab ishkop ustidan jay namozni oldi. İbrahim sal midirlab qo'yib kulib so'rdi. Men nima ish qilay? Balam, o'zingizning dardi yetib oshidi. Hammamiz sizga yor yo'lak bo'lsak bo'ldi, dedi momay darhol. Unutib ketgan ishi esi kelgandek, İbrahim chiroyidagi tabassum yo'qoldi. To'g'ri, u bu oilaning a'zosi emas. Bu ona o'z onasi emas. U Muhitga o'xshamaydi. Hatto o'z uyidimi opasi uningga hech qanday uy ishlarini qildirmaydi. Momay sirtqa chiqib ketib o'z-o'ziga so'zlagandek. Men berib tomoqni usay. Hozirgi qizlar hech ishni o'nglab qilolmaydi, dedi. Radiodan berilayotgan qiroat tugmasdilla iftorga zambarak etildi. Endi iftor vaqti bo'ldi, dedi Muhit o'rnidan turib. Azon o'qilsin, dedi buvay qimirlamay. Мәзинning azon ovozi anglandi. Buvay azon tugigicha o'ltirgan yerdan qimirlamadi. Keyin o'rnidan turib, beshidagi oq to'pisini tuzashtirib, namoz o'qishga boshladi. Muhit o'rnidan turib, İbrahim noqib qo'ydi va "İbrahim, yuring", dedi. Va İbrahimning quloqiga pichirladi. "Dadamning so'zlariga xafa bo'lma." "Hargiz", dedi İbrahim javoban. İkkalin tamoq yeydigan uyga ketib etib, koridorda oshxonadan chiqayotgan Samiya bilan Navalga uchirdi. Ularning qo'llaridagi taxslarda qo'rima bor edi. Samiya salomlashgandek İbrahimga qarab kulib qo'ydi. Naval İbrahimning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lgandek past ovoz bilan: "Yili menga to'ngiltilgan chayza qo'rimisining ta'mining qandoq bo'lganligini aytib bering. Uni men qildim", dedi.
Bu gapni anglab İbrahim xuddi o'z uyida turgandek tuyg'uga keldi-da kulib qo'ydi. Hammaylan jo'ziga keldi. Mo'may bir talanga gongpan akirib Somiyaga berdi. "Bolalarim, hammanglar o'ltiringlar. Dadanglar namozni o'qib bo'lsa tamoq yeymiz", dedi. U muhitning chilg'an sayga qo'l uzatganligini ko'rib, qilib ayiblab ketdi. "Iftorda avval chilg'an say yemaydi balam. Oshqozningni asra. Hadisda aytilishicha, iftorda avval bir ton chilan yemak bor ishkan. U degan burunqi zamon. U chaqlarda chilg'an say yo'q-da", dedi muhit kulib. Oq ko'ngil ana uning gapini anglamaganga soldi. Qayerga o'ltirishni bilmay turgan İbrahimga qarab, "Balam, mayerda o'ltiring. Muhitning yiniga keling. Siz bizning aziz mehminimiz", dedi. "Rahmat", dedi İbrahim o'rindiqqa o'ltirib past ovozda. Mo'may bir piyola o'rik sharbati qo'yib uningga tutdi. "Balam, Xudo turibdi. Onangizga ichim og'riyotidi. Yashanganda siz yinida bo'lmasangiz, uning jigini yegan bo'lmaydi danga." İbrahimning yuragi qisilgandek, qonlari tumirda uyib qolgandek bo'ldi. Oq ko'ngil Mo'mayning uningga qasdan opasini asıltib, seg'inish piraqini kuchaytirish niyati bo'lmasimi, g'arazsiz holda İbrahimning yurak yorisiga tegib, uni azobga qo'ydi. İbrahim oldidagi chinini tutib, ko'zlarini taxsiga tikinicha o'ltirib ketdi. Buvay kirdi. Hech kimga qaramay joyiga kelib o'ltirdi-da, qo'shiqni ilib sho'rpa qachisiga soldi. Andin: "Xudoyim, sen uchun ro'za tutdim. Sening iltifotingda qildim men iftor", deb oyat o'qidi. Hammaylan iftorlik qildi. Buvay gap qilmadi. Mo'may birdam uningga, birdam buningga qarab, xuddi hayot mamatlik jangga qo'mondonlik qilayotgan boshliqdek hilidan hiliga har xil buyruqlarni tushirib turadi. "Muhit, sen bu tomoqni ko'p yevatmay, tatliq turumlarg'imi qursoq qo'yg'in." "Somiya, gongpanni İbrahim apandining oldiga surib qo'y." "Dadisi, o'zlari nim deb tomoq yemayla. Biri taklif qilsin deb o'ltiryaptamla ya." "To'ngtilgan chayza qo'rimisining ta'mi qandaq ishkan?" dedi Naval. İbrahim ko'ngildagini aytmoqchi bo'ldi-yu, o'rinsiz gap qilib solarmanmikin deb o'ng'aysizlandi-da, boshqalarning bu to'g'risida biror gap qilishini kutdi. Ammo Navalning gapini anglamagandek hech kim eg'iz ochmadi. İbrahim Navalning gapiga pisand qilmay o'ltirsam bo'lmas, Naval qo'rimlarining menga yoqqanligini bilsin deb o'ylab, qizargan holda beshini yerdan ko'tarmay: "Bek o'xshabdi", dedi. Naval xushal bo'lib darhol: "Bu qo'rimini men qo'rgan", dedi. Somiya qoyil bo'lmadi. "Rost gap qil, sen qo'rdingmi? Pidiganni aqlabla qo'yganga qo'riminimi sen qo'rgan bo'lamsan?" "Ha, voy tova, bu gapcha mening qilg'inim pidiganni aqlashla bo'pti-da", dedi Naval o'zini aqlab. Ondan opasiga qaradi. "Xudo haqqi, opa aytinga. Pidigan qo'rimisini men qo'rmadimmi ya? Hammani men qildim." "Shundoq, Somiya, sen talashma", dedi opasi ularga qaramay. Naval o'z g'alabasini isbotmoqchi bo'lgandek İbrahimga qarab qo'ydi. "Men bu qo'rimining kamchiliklarini so'zlasam qandoq?" dedi muhit uni masxara qilib. "Bo'ldi, bo'ldi, gap qilman deb qo'lingni tishlab olma yana", dedi Naval shu an. Buvay tomoq ustida bo'layotgan o'shiqcha gap so'zlardan bezor bo'ldi. Oxir bas degandek hammaylanga bir qur qarab chiqdi. Hamma darrov jim bo'ldi. Ustalga tatliq yemaklik chiqqanda andin gap qildi.
İftardan keyin erler mehmonxona uyga kirib ketdi. Mo'may ikki qizi bilan qocha qumushlarni yig'ishtirib oshxonaga akirdi. Mehmonxona uyda jimjitlik hukm surmoqda edi. Bovay xuddi yigini singmayotgandek yoki kolasidagi xiyollar hazm qilishni buzib qo'ygandek xafa holda gap qilmay o'tirardi. İbrahim parishon edi. U buvayning oldida o'taydigan majburiyatdan, takallubdan qichib boshqa uyga yolg'iz kirib olg'usi keladi. Muhitmo jim o'tiradi. Vaqt o'tkazish uchun ba'zida o'rindig'ini chekib qo'yadi, ba'zida ko'zoynagini bisib qo'yadi, ba'zida opasi bilan ikki singlisini tezroq kelsigan degandek ishga qarab qo'yadi. Patnusda chaynak bilan china ko'tarib Samiya kirdi. Patnusni dadasining oldidagi kichik ustalga qo'ydi. Andin Muhitga qarab hammaylanga anglatib: "Endi meni yana biror ishqa buruydigan bo'lsa, o'zimni derazadan tashlab o'tmanchimi?" dedi va yerib ketganligini ko'rsatmoqchi bo'lgandek yondagi o'rindiqqa o'zini tashildi. Muhit darrov chaqchaq qildi: "Derazadan yerga tushganda boshqalarni zaxmalantirib qo'ymasanglar bo'ladi-ku." Buvay chiniga choy qo'yib etib, qizga yon bosgan tarzda: "Muhit, gazetni kel", dedi. Muhit o'rnidan turib gazetni keldi. Mehmonxona uyga Mo'may orqasidan Naval kirdi. Naval o'ltiribla: "Amerikaliklarga o'xshash har kim o'zining qachisini yuyishi kerak", dedi. "Shundoq bo'lgan yaxshi", dedi İbrahim uning qarab. "Amerikaliklar faqat pedigan qo'rimisi yemaydi. Agar yegan bo'lsa, hargiz undoq qilmaydi. Bundaq mayliq taqsilarni janoblaridek mutaxassis yumus bo'lamdi", dedi Muhit. "Bo'ladi, bundan keyin janoblariga ko'ktatni suda qaynatib berayli. O'z qachlarini o'zlari yusla amsa", deb raddiya berdi Naval. Naval hammaylanga choy tutdi. Hamma choy ichayotganda tuyuqsiz eshik qo'ng'irig'i jiringladi. Hammaylan tangla bir-biriga qaradi. Buvay chinini va qo'lidagi gazetni ustalga qo'ydi. Ammo boshqa birarining gap qilishini kutgandek jim o'tirib qoldi. Huduqib qolgan Mo'may o'zini zo'rg'a bisib: "Bu kimdi? Ah xudo, o'z panohingni saqlag'aysan", dedi. "Ishni ochmayli", dedi Samiya. "Bo'lmaydi, chiroq tursa, kelgan odam uyda borlig'imizni biladi-da", dedi Muhit. "Balki ishik boqar ali tag'idi, yoki bo'lmasa qizini qaytirib kelishimni so'rab Saniyaning opasi kelgandi", dedi Naval. Mo'may taqat qilib turolmay qoldi. "Voy tova, mushumi kun bo'ldimi amdi? Biz hech qachon qonunga xiloflik qilmadik. Uyimizga yomon odamlar kirmadi. Ishni ichinglar, nim bo'lsa shuni ko'rayli." Buvay bilan İbrahim gap qilmadi. Buvay İbrahimga: "Inqilobiy yosh apandilar, ahvol mush tursa, sizlar nima qila olaysizlar?" deb so'rayotgandek qiladi. İbrahimning yuragi titragandek bo'ldi. U turmadan qochgandan beri yuragi doim mushundoq bo'ladi. Ammo faqatla chandurmaydi. U bekmi xijolat bo'lib, o'zini bu oq ko'ngil, gunohsiz kishilarni besib turgan eg'ir toshdek his qildi. O'zini imkon qadar tamkin, sagak tutishga tirishdi. Oxiri u buvayga: "Meningcha mundaq qilayli. Biraylan chiqib eshikdagi aynakdan kim ekanligiga qarab boqsin. Agar yot odam bo'lsa, oshqush akilay deb qaytib kirsin. Biror amal qilayli", dedi. Naval bu fikrni bakli yoqladi. Muhit İbrahimga gumoniy nazarda qarab qo'ydi. Samiya bu fikrni to'g'ri topmagandek nihoyat beorom bo'lib, qimdinib qo'ydi. Mo'may xuddi shaytonni qo'g'ilvatmoqchi bo'lgandek beshini chayqab, maydasiga urib qo'ydi. Buvay İbrahimning fikrini yaratmagandek og'zini purishtirdi-yu, boshqa amal bo'lmag'achqa: "Naval, sen berib İbrahimning deganda qilg'in", dedi. Naval o'rnidan turdi. Chiqib ketib o'tib, madad tilagandek o'ltirganlarga qarab qo'ydi.
Boshqalarmı uningga birər balo qazo ilib kelmə degəndək qarab qaldı. Naval birdəmdəla qaytıb kelib hayajon bilan "Bir nəvra akam Abdulhamid ekan" dedi. "Ah xudo, o'zing saqlag'aysan" dedi buvay. İbrahim vaqt o'tib ketmasin deb "Undaq bo'lsa, men muhitning hujrasiga kirib o'ltirib turay" dedi. "Abdulhamid kelsala o'zini bizning uyning odamidek tutib, hamma uyga bir kirib chiqidi" dedi muhit darhol. Mo'may ikki yoqqa chayqilib, maydasiga ritmliq urib turib, "Alloh, Alloh, Alloh" deb o'ltiratdi. "Meningcha İbrahim balkonga chiqib ketsin. Balkonning eshigini etib qo'yayli" dedi Samiya. "Qo'shnilar ko'rib qoladi" dedi buvay. "Eng yaxshisi, Samiya ikkimiz mehmonxona uyda qizlar kelgandek paranglashib o'ltirayli. İbrahim apandimi yonimizda o'ltirsin" dedi Naval. "Voy xudoyim, singlim, u kelsa aylanib bizning yonimizga kirib oldi emasmi?" dedi Samiya. Shundoq qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat.